o'tganda har xil joylardan jangchilar shunga boradi, lekin bironta jangchi yoki birontasi talpaga olinib ko'chada tayog'ini yeb shunaqa qilib yuborilmagan deb o'ylayman. Birontasi hurmati joyiga qo'yilib, jangdan keyin hammasi o'zlarining vatanlariga qaytishgan. Shunday ekan Qozog'istonga borganda Oktagon Liga har bitta jangchini himoyasini o'z zimmasiga olishligi kerak deb o'ylayman. Shunday ekan bitta jangchini hamma ham zo'r emas, hamma ham boy jangchi emas, hamma ham bir zo'r katta gavdasi, katta охранниклар bilan bora olmaydi. Video qo'yibdi, meni o'zim urdim, boshqa birov aralashmadi deb. Allohdan qo'rqinglar ozgina. To'g'ri, men bir o'zim turman. Sizlar 100 kishi, 200 kishi mana shu ligada bo'lib, ko'chada aytasizlar odamlarning fikrini o'zgartirishga. Hammanglar bir bu videolar ishlab, kerak bo'lsa menga tuhmat qilib, meni yomon ham ko'rsatarsizlar. Xudo xolasa O'zbekistonga yetib olaylik. Biz tarafdan ham quyosh chiqib qolar. Erki bo'lan, sen itsan xolos. O'zingni yurtingdan, o'zingni iningdan, o'zingni mahallangdan ko'chaga chiqa olmaydigan itsan xolos. Yurak yo'q senda. Mana shuncha ham yurak yo'q. Xolasa O'zbekistonga yetib olaylik. Gaplashamiz o'rtoqlar. Tortib, ne sen bizni bolalarga sakraysan? Barchaga assalomu alaykum. Ushbu videoni qo'ldan kelgancha reaksiya qilamiz. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zimga yetib qoldi. Chunki men trashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchidan mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Xullas, Oktagon Ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda охраналар ham chekka tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan yo bu yoqda turib gazovat qildi?" Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborar mendan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yopib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranitsga yuzib tashiyman deganimda Nuradin chekkaga tortib turib, "Idin-na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham chiqdik ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face'ga chiqishim kerak edi men. Esdan chiqdi u. Zachim esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtini boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat" deb turib o'shanda ham iltimos, "Xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan to'g'risi. Hammasini po fakt o'qib O'zbekistonga eson-omon tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyada Hasan F bor, Hojakbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Oktagon Liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi, to'g'risi men hayronman. Mana shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda, qolaversa o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalar qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Men shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini men xohlardim. Men bir o'zimman. O'zingizlar ehtiyot qiling. Assalomu alaykum barcha aziz tomoshabinlar, siz Oydin kanaldasiz. Bugungi videorolikimda ko'rib turganimdan xursandman. Aka-ukalar, doim videoroliklarni boshida o'rtasida aytamiz. Shu videorolikda bitta like bosib ko'rib, videorolikni ko'rib bo'lgandan keyin o'z fikrlaringizni kommentariy tarzda qoldirsanglar, biz albatta xursand bo'lamiz. Shuningdek, kuni kecha bo'lib o'tgan voqealar haqida ko'pchiliklarning xabarlaring bor. Erkabulan To'xtar va Odilxon o'rtasidagi bular ikkalasining jangi bo'lishligi aniq edi. Shunday ekan, Qozog'istonda Oktagon Liganing press konferensiyasiga Odilxon borganda, bular ko'chada talpaga olgani, har qanaqa nimalar, videoroliklar tarqaldi. Shuningdek, men sizlarga nima demoqchiman, o'z fikrimda aytib o'tmoqchiman aka-ukalar. O'zbekistonda ham Oktagon Ligani janglari, press konferensiyalari bo'lib o'tganda
har xil joylardan jangchilar shunga boradi, lekin bironta jangchi yoki birontasi talpaga olinib, ko'chada tayog'ini yeb, shunaqa qilib yuborilmagan deb o'ylayman. Birontasi hurmati joyiga qo'yilib, jangdan keyin hammasi o'zlarining vatanlariga qaytishgan. Shunday ekan, Qozog'istonga borganda Oktagon Liga har bitta jangchini himoyasini o'z zimmasiga olishligi kerak deb o'ylayman. Shunday ekan, bitta jangchini hamma ham zo'r emas, hamma ham boy jangchi emas, hamma ham bir zo'r katta gavdasi, katta охранниклар bilan borolmaydi. Hamma ham o'z himoyasini unday kuchli qila olmaydi. U yoqqa borgandan keyin o'z vatanida har qanaqa qilishi mumkin. Qozog'istonga kelganda kuchsiz bo'lsa, har qanaqa holatlar bo'lishi mumkin. Shunday ekan, menimcha bunaqa narsalarni Oktagon Liga o'z zimmasiga olishligi kerak deb o'ylayman. Shu o'z zimmasiga olganida balkim Odilxon shunaqangi tayoq yeb, talpada qolib, men boshqa bunaqa nima qilmayman deb ketmas edi. Shuncha bu ikkita jangchining o'rtasida bo'layotgan voqealarga ikkita vatan nimalari ham aralashib ancha kuchayib ketishligi mumkin. Urush janjallari o'zbek bilan qirg'iz yoki o'zbek bilan Qozog'iston o'rtasida urush janjallar kuchayib ketishligi mumkin. Shunday ekan, shunday bo'lmasligi uchun Oktagon Liga bu narsalarni o'z zimmasiga olsa, bunaqa narsalar kuchaymasligi mumkin. Shunday ekan, videorolikni ko'rishlikda davom etamiz aka-ukalar. Bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Bittadan like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlarga umid qilaman. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.